Jizzax viloyatida tozalik va ozodalik oyligi doirasida mutasaddi davlat va jamoat muassasalari hamkorligida targ'ibot, profilaktik hamda nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Jarayonda asosiy e'tibor hududlarda atrof muhit muhofazasi va maishiy chiqindilardan tozalash ishlarining sifatiga qaratilmoqda. Muxbirlarimiz joylardan xabar beradi. Jizzax viloyatining ko'pgina hududlarida chiqindilarni belgilanmagan joylarga tashlash yoki to'plangan chiqindilarni yoqib yuborish kabi salbiy holatlar uchrab turibdi. Bunga bir tomondan aholining ekologik madaniyati yetarli darajada emasligi sabab bo'lsa, ikkinchi tomondan hududlarni tozalashga, obodonlashtirishga mas'ul bo'lgan jismoniy va yuridik shaxslar o'z vazifalarini munosib darajada bajarmayotgani ham sabab bo'lyapti. Ayni kunlarda davom etayotgan tozalik va ozodalik oyligi doirasida bu kabi holatlarni oldini olish hamda hududlarni obodonlashtirish masalasiga jiddiy e'tibor qaratilgan. Jumladan, tozalik va ozodalik oyligi doirasida Jizzax viloyatiga kelgan ishchi guruh tomonidan Do'stlik tumanida keng ko'lamli ishlar tashkil qilindi. Tuman mas'ul tashkilot rahbarlari ishtirokida yig'ilish o'tkazilib, amalga oshirilgan ishlar kelishib olingach, mahallalarda to'planib qolgan chiqindilarni maxsus chiqindi poligonlariga olib chiqish, hududlarni obodonlashtirish ishlariga kirishildi. Shu bilan birga Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, qo'riqlash boshqarmasi va qator hamkor tashkilotlar ishtirokida ekologiya va atrof muhitga zarar yetkazmaslik va chiqindilarni belgilanmagan joylarga tashlamaslik borasida fuqarolar va yuridik shaxslar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Ta'kidlash joizki, jarayonda bir qator salbiy holatlar ham ko'zga tashlandi. Jumladan, fuqarolar tomonidan Do'stlik va Arnasoy tumanlari hududidan oqib o'tuvchi kanalga chiqindilarni yoqib yuborgan holda tashlash, yana bir holatda esa ushbu kanalga tutash boshqa hududda o'simliklarga o't qo'yilganligi aniqlandi. Shuningdek, fermer xo'jaligi dalalarida agrotexnik ishlardan keyin to'plangan xas-xashaklar ham yoqib yuborilganligi ma'lum bo'ldi. Shu kuni ishchi guruh tomonidan belgilanmagan joylarga chiqindi tashlash kabi ko'plab holatlar ham aniqlanib, bu ishni amalga oshirganlarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi.